Senga kattakon rahmat, Nur. Arzimaydi. Meni chaqirganingiz uchun rahmat, Stella xola. Hoppa. Yana ko'rishguncha, Nur. Zo'r ish qilding. Nur. Senga rahmat. Biz ishimizni vaqtida tugatyapmiz. Yo'q, rahmat. Nima u? Kimdir? Yordam bering, iltimos. Voy, Nur. Bahaybat. Sigir? 深く息を吸って違ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠さは孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れないしめいても起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するなり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を目指すから僕ならただり続ける Never look back Shimoliy g'arbiy Keles qirolligi 15 yil oldin. Mana, oyijon. Ehtiyot bo'ling. Juda ham qaynoq. Xo'p, rahmat. Echkilarga yem berish vaqti keldi. Ularni dalaga olib chiqaman. Nur, Esimda. Qoyadan uzoqqa ketmayman. Erkaklik so'zim. Yo'lda quyon topaman, yong'oq va pistalarni olib kelaman. Keyin esa sho'rva pishiraman. To'xtab turing oyijon, yana suv isitib kelaman. Nur, Labay. mani kechir, senga yordam bera olmayapman. Lekin iltimos o'zing xohlaganingdek yasha. Sho'rva tayyor. Oyijon? Oyijon! Oyijon!
Oh. Nor, uxlagani yot. Xo'sh, bugun qanaqa ertak? Sarguzashtchi haqida. Sarguzashtchi haqida? Xo'sh. O'zini do'stlari bilan ajdarxonni yengan kishi haqida. U keksa jodugardan sehrgarlikni o'rgangan. O'rmonga bostirilgan la'natni sindirgan. Va o'liklar qirolidan Drevor eliksirini qo'lga olgan. Hech kimga qaramay, u qilichini baland ko'tarib do'stlarini asrash uchun yovuzlikni yengadi. Mana sarguzashtchi qanday bo'lgan. Aytib bering, iltimos. Mayli. Nimadan boshlasam ekan? Sarguzashtchi. Lekin, iltimos o'zing xohlaganingdek yasha. Hammasini tezda yeb qo'ymanglar. Otajon, onajon. Men umrimda birinchi marta uyni tashlab ketmoqdaman. Bir qarorga keldim. Sarguzashtchi bo'laman. Yaxshi qolinglar. Katta yo'l yonida. Rahmat. Topdim. Bu bolalar uchun joy emas. Yo'qol bo'tdan. Qorovullar aytdiki, men shu yerda sarguzashtchi bo'la olarkanman. Boshimni qotirma. Ota-onang xavotir olayotgandir. O'lib bo'lishgan. Ikkalovligi. Yetimmisan demay. Nima qilsam ekan, ha? Isming Nor. Norma. Xo'sh, to'xtamay mashq qilishga tayyormisan? Hech qachon sandaqa bolalarni ko'rmaganman, lekin Nima deganingiz bu? quloq sol. Poytaxtdagi sarguzashtchilar gildiyasiga qo'shilishni istaganlar. Qirollik maktablarida o'qishadi. Qisqasi senga u yerda hamma narsani o'rgatishadi. Agar sarguzashtchi bo'lishni istasang, senga maxsus mahorat kerak. Mahorat? Qilichbozlik yoki sehrgarlik, tushundingmi? Roziman. Qilichboz. Ertaklardagi qahramonlar bir chopishda bahaybat ajdarholarni yenga olishgan. O'xshadi. Oradan 2 oy o'tdi. Yetadi, Nor. Afsuski, To'xtang, yana ozgina. shart emas. Bekorga vaqtingni ketkazma. Sen faqatgina zarbalardan qochishda yaxshisan xolos. Boshqa narsalarni o'rnib ko'rganing yaxshiroq. Balki boshqa maktabda o'zing bilmagan mahoratni toparsan. Jangchi. Qurol bormi yoki yo'qmi? Oshnalarim uchun qalqon bo'lib beraman. Sarguzashtchiga juda o'xshash.
Yaxshigina harakat qilding-ku, lekin atiga o'zingcha mushaklaringni kuchaytira olding xolos. Agar shunaqa davom ettirsang, hech nima deb o'lib qolasan. Ovchi. Sanda nozik qurollar bilan ishlash hissi umuman yo'q. O'g'ri. Sen na tuzoqni yecha olasan, na sezgir emassan. Sendan josus chiqmaydi. Jodugar. Ko'p urinib ko'rding, lekin faqat ozgina olov chiqara olding xolos. Senday sehrgarlik qo'lidan kelmaydigan odamlar kamdan kam uchraydi, bolam. Davolovchi. Kichik yaralarni tuzata olasan, lekin iste'doding yo'q. Shuni ham qila olganing bu ajoyib natija bolakay. Birontayam mahorat o'zlashtira olmadingmi? Har bir maktabda 3 oydan shug'ullandingmi? Lekin hech nima o'rganmadingmi?